Bizlar navbatdagi ishimiz Matiz avtomobili. Ko'rib turganingizdek, mashinada motorchasida elektroobорот simlarini hammasini yechib oldik. Bu mashinaga drosenizatsiyonga yangi qo'yilgan tozadan. Baribir mashina gaz olib turibdi. Zarxil turmaydi xolos dedi. Problemasi diagnostika qildik, chiqdi. Nerede qoldi Zafar? Ha, bu yerda. O'rtachik bir simi uzilgan. Birginasi ko'p narsani hal qiladi. Kompyuterlar ishlaydigan mashinalarda. Zalentanimizni o'rnidan olamiz. Olaymi Zafar? Yaxshi. Yine başkanım. Klientlarimiz o'zlari. Mana. Yine bundan Maqsadda kimlardir ketishga tayyorlanib turibdi, kimlardir eldi darvozasini yopib qo'ydi allaqachon. Sanjaran ishlab turibdi ana. Klientlarimizdan ko'ra. Shevkatda ishlab turibdi. Otabek ishlab turibdi. Nima deyajak bunda? Nima deydi bu? Otabek usta. Qarma. Shogirdlar qaramanda, shogirdlar. Shogirdlar. Bo'lajak ustalar. Behruz. Shohruz. Ha, Otabek. Chiqsa bu. Magazin ilindi, lekin bari bizlarda kiliti bor. Zalentalom sana. Ketdik. G'ulamaga keltir, g'ulamaga. G'ulama o'zingiz YouTube'da ko'rasiz, Xudo xolasa. Kechqurun video olib o'zingizga tashiyman.